Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mashinamiz Cobalt. Cobaltda global muammo. Mana yangi mashinamiz, mashina benzinda. Tablolarida ko'rsatayotgan rasxod 13 km/litr. Ko'p kishi cruise control, avtozapis urgan paytida mana shu narsa o'zgarib qoladi tabloga programma qilinganda. Biz hozir bulardikini tablolarini o'zgartirib, litr kilometrga hisoblaydigan qilib to'g'rilab beramiz. DPS orqali va ZASH IPS programmamiz orqali to'g'rilab beramiz. Mana shu programmamiz orqali to'g'rilab beramiz. ZASH programmalari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz DPS ni ochamiz. Tabloga 33 faylni tezlikni qo'yamiz. Get controller info qilib adresni 60 ga qo'yib olamiz tabloga ulanish uchun. Read infoni bosamiz. Mana fayl o'qish ketdi. Bizga pasportlar ko'rsatiladi, hamma pasporti tabloniki va save text degan yozuv chiqadi. Shu save textni bosib turib login olib olamiz. Xo'p, mashinamiz Cobalt bo'ladigan bo'lsa, Cobalt avtomat yili 2025. Tablo programmamizligi uchun tablo deb yozib qo'ysalaring, yaxshi zo'r bo'ladi. Logni olib olamiz va OK deb bosib, buni DPS ni svertib qo'yamiz. Va biz programmani ochib turib, fayl tanlash knopkasini bosamiz. Xo'p. Faylni tanlashimiz kerak. Mana hozir yozgan faylimiz. Tanladik. Funksiya yoqish knopkasiga strelka ham chiqadi qo'shimcha. Bosamiz. Xo'p, mashinamiz avtomat korobka. Tabloda muammo bor. Biz qiladigan ishimiz cruise control qo'ydiraman deyaptilar. Cruise controllarni yoqib beramiz. Xo'p, avtomat korobkani yoqamiz, dixoni yoqamiz. Parktronik kerak bo'lmaydi, info markasi kerak bo'ladi. Moy foizlari, anti-theft bizga ishlamaydi bu tabloda, podeshka qilmaydi chunki soat va mana bizdagi glavniy muammo litr kilometrga aylanishi uchun knopka yoqiladi. Mana shu narsa hozir o'zgarish beradi sizlarda. Yoqamiz buni, ko'cha gradus va tablo eshikalarini ham o'chirib qo'yamiz. Keyingisida o'sha OK ni bosgandan keyin strelka faylga yozish degan joyga chiqadi. Faylga yozishni bossak, bizga ikkita fayl tayyorlab beradi. XML va tekstoviy fayllar tayyorlab beradi. Tayyor bo'lgan faylga DPS ga kiramiz. Win kodimiz 3722. Eco configurationga kirib, XML faylga o'tib, mana XML faylini tanla deyapti. Mana tanlaymiz. Osongina tekstoviy faylni tanla deyapti. Tanlaymiz. Bo'ldi. Boshqa qilinadigan ish yo'q bu yerda. Exit knopkasini bosamiz, proshivkamiz ketdi mana. Mana tablo o'chdi. Exit ketdi. Mana hozir ko'rishlaring mumkin mana. Tabloda o'zgarish berdi mana. Tak, 13 litrli rasxodimiz litr kilometrga aylanib 7 ga tushdi mana rasxod. Tablo ishimiz bitdi. Ularga hozir ekonomishni qilib, motorlarga ham programmalarni urib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ZASH avtoservisga murojaat qilinglar. Ishinglarni a'lo darajada bitirib beramiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Like, kommentariyani ayamanglar.